akbar, o'ldirma! Assalomu alaykum. Xotam Tursunovich, elektrikani tuzatib chiqib ketadi. Usta. Akaga gapirmang. Savol bersa javob bering, xo'p? Xo'p. Xotam Tursunovich, men yarim soatda qaytaman. Labbe eshitaman. Va qochib yurganim yo'q, qilib beraman o'sha pulinglarni. Mana yakshanba ham ishlayapman, ko'ryapsizlar-ku. Hop, men atilab qilganim yo'q-ku. Yo yevordim o'sha pulni. Qilib beraman bo'ldi. Unaqa tirab tashlamaylar. Xo'p. Bo'ldi, tushundim. Bugun hal qilib beraman, bo'ldi, tamom. Bo'pti. Nima qilyapsan-ey? San? Dunyoning torligini qara. Meni o'ldirgani keldingmi? Qo'rqayapsanmi? U ham qo'rqqan. Men jazoimni olganman. Jazo deysanmi? Maqsading nima, pulmi? Ha? Qoch! Kechir, ushda bolam bor. Nogironman. U ojiz edi. Bechora seni sevar edi. Sho'rlik opam. O'ldirma, men jazoimni olib chiqdim-ku. 5 yil o'tirdim, faqat o'ldirmagin. Valing ham bo'lmasa kerak. Biz uni 2 yildan keyin ko'mdik. Unga janoza ham o'qilmadi. Bilasanmi nimaga, ha? Chunki u isnodga chidolmay o'zini o'ldirdi. Yosh edim, ahmoqlik qildim, Akmal. Sen esa o'tirib chiqib maza qilib yashayapsan. O'tirma, kechir meni. O'ldirma, Akmal, o'ldirma. Sendan nafratlanaman, ammo seni o'ldirish menga emas. Kechirimni mendan emas, Xudodan so'ra.